shunday g'alati ishlatgan. Menga qara, to'g'ri biz 5 yil o'rtoq bo'lganmiz, lekin hozir sevishyapmiz. Nima qiling, ko'nik olmayapman. Kuldirib so'ngillardasan, nima qilganing bu? Arazlasamchi men seni emasku. O'rgilib erkanlardasan, lozimi mana shu. Jonim o'zimni telbayorim. Birinchimay, umuman ko'nika olmayapman, boru. Endi ko'nikishing kerak. Mayli, xafa bo'lma. O'zim senga MacBook Pro olib beraman. Xohlasang iPhone 7 Pro Max. Samsung S25 Ultra ham olib beraman. Endi oshirib bording. Voy, birinchidan sen meni sansirama. Ikkinchidan u bemujud boshlangan, bilasan. Top 10 ta odamga sovrin qo'ygan. Birinchi o'ringa MacBook Pro, ikkinchi o'ringa 17 Pro Max, uchinchi o'ringa Samsung S25 Ultra. Bundan tashqari 4-o'rindan va 10-o'ringacha bo'lganlarga pul yutuqlari ham bor. Qachon topaman endi uni? Mana Instagram profilimga kirasan, faqat shaxsiy profilimga kirasan, linkga bosasan, shuna botga o'tadi, shuna start berib ovoz berasan. Har bitta ovozing uchun yaxshigina pul to'laydi. Bundan tashqari tanishlaring taklif qilsang, yana 10 ming so'mdan bonus qo'shib beradi. 500 dan ko'p ovoz beradigan bo'lsang, har bitta ovozing uchun 5 ming so'mdan to'lab beradi. Esingdan chiqarma, ishonch jamoasi eng ishonchli bot. Tushundingmi? Ana uni qara. Bano, umringda qolgan qismini ma'lumot qilishga lozimsan. Nima qilsan jigar troningdan? Erkak kishini cho'kkan kuni o'lgan kuni boshingni baland tut, yoningda men borman. Xabaring bo'lsa, biz sevishyapmiz. Esna chiqib qopti. To'xta. Men qo'lim o'tir. Okajon, shu so'ragan ekansiz. Menimcha sizlar o'rtoq bo'lsanglar kerak, a? Shu yerda 50-50 qilib hisoblab beraveraymi? Ahmadjon akam nima desalar shu? Hozir kuni ko'mayotganing-ku, nima bo'pti? Nima faqat cho't to'lagan kelganda siz bo'libdi. Qalaysan Ali?